O'zbekiston to'g'risida ozgina savolim bor edi agar. Ha, ayting, bilsam javob beraman. Ozodbek aka oxirgi paytda endi mani o'zi boshqaruvga umuman yaramaydigan ahvolda prezidentligi ma'lum bo'lib qoldi O'zbekistonda. O'zi malayligi har tomonlama bo'lib ketdi. Lekin shuni ozgina xalq uyg'onyapti-ku, lekin zulmi to'xtamayapti. Qimmatchilik, yo'qchilik, qashshoqchilik, ishsizlik, shtraflar, naloglar, har xil ishlarlar xalq ustiga tushyapti. Xalq noroziligi ko'payyapti, lekin bu yaxshi nom orttiraylik deb hech bir harakat qilib yengillik bermayapti. Bu mani o'zimni gumonimki, oldingi ustoziga o'xshab xalq ko'tarib bir qon to'kib yana o'zini taxtini mustahkamlab olmoqchimi yoki Amerikaga malayligi sifatidan kechagina suhbatlarda aytdingki, sun'iy sauslar ishlab chiqarishdi. Buni boshligi asosida zulmni kuchaytirasan deb zulmni kuchaytiryapti. Buni oqibati ertaga xalqqa yana qonini to'kishga olib kelmaydimi deb ozgina odamda mana shunaqa fikrlar paydo bo'lib qolyapti-da. Shuni so'ramoqchi edim agar Men sizni yurishib tushundim. yurgani uchun. Tushundim. Endi ana shu sun'iy betartibsizlik, ya'ni boshqariladigan xaos degan narsani Karimov davrida qo'lladi. Karimov davrida qo'llagan paytda Karimov bu narsani tushunib yetdi. Shuning uchun Amerikani kirib kelgan, ya'ni Afg'onistonga kirib kelishlik va Iroqqa keyin kirib kelishlik avvalgi mavzularimizga bog'liq bo'ladigan bo'lsa, ya'ni o'sha bumerang effekti degan narsaga ham bog'liqda. Chunki Tolibonni nima uchun paydo qildi desa, Amerika SSRni u yerdan chiqarib yuborishlik uchun. SSRda qanaqa proyekti bor desa, u doimiy, u rus imperatorlar davrida ham bor. Kommunistlar taxtga kelgandan keyin ham baribir o'sha proyektligicha qoldi, ya'ni Hindistonga chiqishlik, ya'ni Hind okeaniga chiqishlik. Albatta bu Afg'oniston orqali va Pokiston orqali Hind okeaniga chiqishlik eng qisqa yo'l. SSR aynan shuning uchun ham Afg'onistonga kirgan edi. Mana endi mana shu joyda Amerika nima qildi desa, Amerika unga qarshilik ko'rsatdi. Tolibonlarni yuzaga keltirdi. Ularga qurol-yarog'ni to'kib berdi, instruktorlarni jo'natib urushni o'rgatib berdi. Hattoki o'sha davrda jihodiy oyatlarni bemalol o'qitib, targ'ib qilib, shu asosida harakat qilishlikka keng yo'l ochib berdi. Suriyada shunday bo'ldimi desa, xuddi shunday bo'ldi. Nima uchun Suriyada shunday bo'ldi desa, anov Yevropani proyektlariga xalaqit qilish kerak edi. Shuning uchun dunyodan hamma yoqdan aynan musulmonlarda tuyg'ulardan foydalangan holatda ana shu yerdagi betartibsizlik, umuman kontrol qilib bo'lmaydigan, tushunib bo'lmaydigan bitta kashani pishirib yubordi. Tizginda oxiri shliq qaytib turib ovoldimi? Ovoldi. Lekin Tolibon sal boshqacharoq chiqib qoldi-da. Ya'ni o'zlari aytgandek, ya'ni o'sha yerdagi taxtlarni o'zgartirib o'zimizga qilib olishlik uchun nima qilamiz desak, o'sha yerdagi norozi kuchlardan foydalanamiz degan narsalarni. Ya'ni SSR kirib keldi. SSR kirib kelgandan keyin tabiiy har qanday tuzum tatbiq qilinsin, har qanday hokimiyat siyosiy doira tursin, albatta unga qarshi bo'ladigan qandaydir kuchlar bo'ladi. Bzezhinskiyning gapi. Shuning uchun biz doim o'sha muammolardan foydalanishimiz kerak degan. Ya'ni muammo paydo qilishimiz kerak. Madomiki AQSh o'zini yetakchiligini dunyoda boshqarishlikni saqlab qolmoqchi bo'lsa degan. Aynan shundan kelib chiqib Tolibonni yuzaga keltirishdi, lekin Tolibon nima bo'ldi desa, bular fikrni davom ettirishganda, ya'ni o'rgangan, bu falsafiy naqasini o'rgangan. Ya'ni boshqalarga nisbatan doim qandaydir qitmirlik qilib turadigan bo'lsa, albatta ulardan qandaydir atvetga kelishligi. Tabiiymi? Tabiiyda. Masalan, sizga nisbatan kimdir doim qandaydir qitmirlik qiladigan bo'lsa, oxiri sabr qilasiz, u qilasiz, bu qilasiz, oxiri shapalaq qaytarishga kelasiz. Baqani ham bosaversa, bosaversa, oxiri vaq deydi degandek, xuddi shunaqa Tolibon nima qildisa, aynan mana shu bumerang effekt rolini ular aytib o'tgan narsa yuzaga keldi. Shuning uchun bu jihodiy naqalarni SSRni chiqarib yuborishlik uchun foydalandik, lekin buni tezda yo'q qilishimiz kerak. Shu tayyor bahona yasashdi 2001-yil 11-sentyabrda va kirib kelish uchun bahona bo'ldi. Va O'rta Osiyo mamlakatlarini ham SSR parchalangandan keyin nima qildi desam, Tolibon, mana yerdagi islom, vahshiylik, kallakesarlar deb turib, qo'rquvni nima qilib turib, ba'zilarini olib kirib oldi. Uni orqasida keyin nima edi desa, rangli revolyutsiyalar qilib turib, u shu o'ziga moyil bo'lgan hokimiyatlarni olib kelishlik. Lekin o'sha paytda Karimov bu narsani angladida. Birinchi yurdi. Ularni yo'liga nimaga desa, chunki O'rta Osiyo mamlakatlarining o'zini proyekti bor bu yerda. Qanaqa desa, ular haqiqatdan ham dunyodan uzilgan.
butun dunyoga aloqaga chiqish uchun nima qilish kerak desa, dengiz kerak. Bu davlatlar haqiqatdan ham cheres ikkita davlat o'tadi. Ayniqsa O'zbekiston. Bu Rashidov davri bo'ladimi, Karimov davri bo'ladimi, yoki Oxunboboyev davri bo'ladimi, yoki undan oldingilar davri bo'ladimi, yoki Mirziyoyev davri bo'ladimi, yoki ulardan keyingilar keladimi, baribir mana shu loyiha turaveradi. Chunki u jonli narsa. Amerika parast bo'ladimi, Xitoy parast bo'ladimi, Rossiya parast bo'ladimi, Yevropa parast bo'ladimi, farqi yo'q. Bu geografik joylashuv o'zi shu narsani amalga oshirishlikka muhtoj. Faqat uni kim qo'li bilan va qanday amalga oshirishlikka kelganda, mana shu yerda tashqi kuchlar ishga kirishishadi. Rossiya aytadi, avval SSR bo'lgandek, ya'ni sen mana paxtani yetishtirib, mana nefti gazing bor. Men buni dunyoga olib chiqib sotaman, truboprovodlarni olib kelib o'rnataman. Evaziga senga muncha pul beraman. Ya'ni avvalgi tepada yuqorida aytganimizdek $110 bersa 1000 kubiga, o'zi 350 dan sotardi. 350, 360, 370 dan sotardi Yevropaga. Mana endi bu narsani Amerika aytyapti, Yevropa aytyapti, Xitoy aytyapti. Deyapti, mana Xitoy aytyapti, Ipak yo'li deyapti. Dunyoga nima qilmoqchisan? Mana men senga pul beraman. Mana men senga mana texnikalarni olib kiraman deyapti. Amerika ham shunaqa narsani, Yevropa ham xuddi shunaqa narsani. Faqat buni kreditlab olasan. Mana meni qandan kompaniyalarim keladi. Meni kompaniyalarimni ishchilari ishlaydi. Biz belgilab bergan baho narxida bo'ladi bu narsa va mana u xomashyolaringni biz belgilab bergan narxda sotib olamiz va foydasini biz belgilab bergan foizda taqsimlaymiz. Ana anaqani nimasi maqtandiki, Qirg'izistonda prezidenti maqtandiki, biz avvalgidan zo'r dogovor tuzdik. Endi 70 ga 30 bo'ladi bundan buyog'iga. Endi 30% boyligi mana shu konlardan chiqayotgan narsa Qirg'izistonda byudjetiga qoladi deb maqtandi. Tupoy. O'zi hammasi o'sha yerdiki. Shunday maqtanadimi? Ya'ni 10 litr sutdan endi biz 3 litr o'zimizniki bo'ladi, qolgan 7 litr boshqalarniki bo'ladi deb maqtanadimi shunday? Shu maqtanadigan narsami? Mana siyosatda yo'q ekanligini, iqtisodda yo'q ekanligini, mana ularning mustaqil emasligini ko'rsatadi. Yoki mana shu noyob metallar ustida, neft, gaz, boshqa narsalar ustida O'zbekiston, Qozog'iston, Turkmaniston, Tojikiston, xuddi shu Qirg'iziston birontasi mana shu mustaqil yo'q. Bular mana shu tashqaridan belgilab berilayotgan shartnomalar asosida ketyapti. 15 ga 85, 20 ga 80 yoki 70 ga 30. 70 ga 30 bo'lib qolsa maqtaydigan bo'lib qolishyapti. Nima uchun 70 ga 30 bo'lyapti? Men bilan dogovor tuz deyapti. Yo Amerika buni taklif qilyapti yoki Xitoy taklif qilyapti. Rossiyadan tashqari. Faqat biz bilyapmiz, bular hammasi nima qilyapti? U yoqdan kredit olyapti, bu yoqdan kredit olyapti. Yana qaysi shartni qo'yyapti desa, mana SSRdan qolib ketgan paytdan beri davlatning nazoratida turgan eng yirik 13 ta, ya'ni davlatning nazoratida turgan sohalar bor. Ya'ni bilamiz, Olmaliqda mis nimasi bor, ya'ni Navoiyniki bor, boshqa joylarniki bor, ya'ni tillo, mis, uran, volfram, neft, gaz va boshqa. Mana shuni ustida katta-katta davlatga bo'ysunadigan kompaniyalar ularni qazib chiqaradi. Nima qilyapti desa, bular madomiki dunyo siyosatiga qo'shilmoqchi bo'lsin, ya'ni bilasizlar, Amerika olib keldi. Jahon savdo tashkilotiga qo'shilishlik uchun 30 ta davlatdan 29 tasi qo'l qo'ydi. Bittasi hali qo'l qo'ygani yo'q deb turib nima qildi? Ya'ni ular qo'ygan shartda, ularni qo'ygan standartizatsiyalarga hammasiga, standartizatsiya masalalarini ham hammasini o'zgartirdi. Xabaringlar bormi yo'qmi? Va qolganlari ham o'zgartiryapti. Ya'ni standartizatsiya deganda bu oziq-ovqat mahsuloti bo'ladi, boshqa tovarlar bo'ladimi? Ularni standartiga tushish kerak. Shu standartlar bo'yicha ikkalasining o'rtasidagi muvofiqlik bo'ladigan bo'lsa, ya'ni SSR paytda GOS standart degan narsa bo'lardi. Ya'ni butun SSR bo'yicha qayerda tovarlar, mahsulotlar ishlab chiqarilsa, yagona yaxlit bitta standart bo'yicha qilinishi kerak edi. Unda shu oziq-ovqat ishlab chiqariladigan bo'lsa, qanday ishlab chiqarilishi kerak, qanday miqdorda saqlanishi kerak, qanchalik u yerda miqdorda nimalar tarkibida bo'lishi kerak degan narsalar turadi. Endi mana shu standartni nima qilyapti desa, yo Yevropaniki, yo Amerikaniki, yo Xitoynikiga o'tkazishlik narsalar bo'lyapti. Xuddi shunday bir xillashtiradigan bo'lsa, demak ular tomonidan kirib kelayotgan
tovar, mahsulot, boshqa narsalar ham nima bo'ladi desa, bemalol bozorga kirib kelaveradi. Ikkinchi jihat, ya'ni mana shu yirik naqalarda deyapti, aksiyalarini deyapti, London birjasiga olib chiqib, uni sotishlik deyapti. Ya'ni biz bilamiz, shar'iy jihatdan bu yerda osti-usti boyliklari na davlatniki bo'lmasligi kerak, na biron bir xususiy kompaniyaniki bo'lmasligi kerak, balki bu ummatniki bo'lishi kerak. Davlat faqat u narsani yo'lga solib turib, ummatga yetkazib berishi kerak. Gaz bo'lsa, gazni qazib olib turib, temir bo'lsa, temirni qazib olib turib, undan truba yasab turib, o'sha gaz chiqadigan joyga o'rnatib turib, uni kompressorlar orqali har bitta xonadonga tushirib berish kerak. Toki ummat vakillarining har bitta xonadonida xonalari doimiy muntazam, kerak bo'lsa issiq bo'lsin, sovuq kerak bo'lsa sovutadigan sistemalarni qo'ysin, elektr energiya kerak bo'lsa quyosh energiyasi bo'ladimi, shamol energiyasi bo'ladimi yoki o'sha gazni yoqib bo'lsa ham elektr energiya ishlab chiqarib xalqqa berish kerak, ummatga berish kerak. Chunki u ummatniki. Uni Alloh yaratib o'zi qo'yib qo'ygan. Mana shuni taqsimotini qanday ishlab chiqarib joyiga qo'yishligini Alloh buyurib qo'ygan. Xalifaga buyurib qo'ygan, uni yuklab qo'ygan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam buni amalda ko'rsatib bergan. Endi mana shuni evaziga nima bo'lyapti desa, xususiylashtirish bo'lyapti. Ya'ni kapitalizm sistemasi bo'yicha hamma narsa, har qanday mulk, boylik xususiylashtirilgan bo'lishi kerak. Shuning uchun hattoki pul ham xususiylashtirilgan bularda. Bilamiz, dollar bitta xususiy kompaniya chiqaradi va uni markaziy bankka sotadi. Markaziy bank keyin ustiga foiz qo'yib turib, katta yirik kommersiya banklariga beradi. Keyin ular qolgan naqalarga kredit beradi. Ustiga foizlar minib boraveradi. Shunday qilib, 1,5% boshlanib turib, 17, 18, 30% ko'tarilib ketadi. Ya'ni bir-biridan o'tkinchi ashunday oxiri kimga yetib boradi desa, oxiri oddiy xaridorga, oddiy xalq vakiliga yetib boradi shu narsa. Mana sistemasi. Xuddi shu narsani aytyaptiki, Jahon savdo tashkilotiga qo'shilishing kerak va deyapti, bemalol hamma standartlarni joyiga qo'yishing kerak, bizning standartlarimizni qabul qilishing kerak va o'sha iqtisodiy munosabatlar, moliyaviy munosabatlar, qimmatbaho qog'ozlar munosabatlari bo'yicha fondoviy birjalar nima qilish, o'sha shartlarga amal qilishing kerak. Shuning uchun O'zbekiston prezidenti nima qilyapti desa, London birjasiga aksiyalarni olib chiqishlikda byuroni beryapti. O'zbekistonda o'sha konlarni ishlab chiqarib, o'sha sohalarda rivojlantirishlikda darajada, shu sohalarda yurgizishlik darajada aqli zakovati miqdoriga, ya'ni puli yetarli darajada odamlar bormi desa, yo'q. Tabiiy, bu London birjasiga chiqqandan keyin kim sotib oladi? Kapitalizm sistemasiga binoan aksiya kimning qo'lida ko'p bo'lsa, o'sha unga hakamlik qiladi. Agar biron bir qaror qabul qilish kerak bo'lsa, biron korxonani qaysidir ishini yuritishlikda 100 ta buyoqda aksiyadorlar bittadan 100 aksiyani qo'lda ushlab turgan bo'lsa, bu tomonda bir kishi 100 bitta aksiyani qo'lda ushlab turgan bo'lsa, o'sha haqli bo'ladi hukm chiqarishlikda. To'g'rimi, noto'g'rimi? Endi bu aksiyalar kimning qo'liga o'tadi? Tabiiyki, o'sha London birjasida eskidan qayrilgan aferistlarning qo'liga o'tadi. O'sha sarmoyadorlarning qo'liga o'tadi. Ya'ni O'zbekistonda eng strategik boyliklari, mulklari shunday g'arbliklarning qo'liga o'tib ketyapti. Bo'lib ham xabaringlar bo'lsa kerak, Amerikani bitta katta boylaridan biri Rossiyani, Ukrainadagi barcha aksiya bozoridagi naqdlarni hammasini sotib turib, naqd pul qilib turib, O'zbekistondagi barcha sohadagi naqdlarni hammasini sotib oldi deyapti. Mana demak, endi hammamiz birgalikda o'zbekistonliklar 8 soat bo'lsa 8 soat, 10 soat bo'lsa 10 soat, 12 soat bo'lsa 12 soat o'sha dollarda ishlashlik uchun so'm ko'rinishda nima qilishimiz kerak? Jigar bag'rimiz ezilib ishlashimiz kerak. Suv yo'q, svet yo'q, gaz yo'q. Shunga qaramasdan hamma to'siqlarni o'tib, oshqozonimiz tuzoq bo'lgan holatda o'sha $100 qandaydir topishlik uchun rosa jigar bag'rimiz ezilishi kerak. Amerika naryoqda haligi xususiy kompaniyasi shunday $100 ga $1 miqdorida kraskani sarfini, qog'ozni sarfini qilib turib, 100 deb yozib qo'yib turib, shunday berib boryapti. Bizlar shu $100 ishlashimiz uchun nima qilamiz? Jigar bag'rimiz ezib ishlashimiz kerak va mana bu boyliklarimizni berishimiz kerak. Shunda o'sha $100 olamiz, ertaga bitta
3 sortdagi mashinani qo'limizga kiritish uchun bolishimizni tagiga qo'yib qo'yaveramiz. Maqtanib ham yuramiz. Qachon shu narsani to'plasak, shuni olamiz. Va bu narsalarda naqd puling yo'q bo'lsa, mana olaver. Ozgina pulni kiritib qo'yib turib, bizga yana sudxo'rlik sistemasini, nasiya savdo, islomiy banking deb turib, yana xalqni aldab, o'sha pulni ham jigar bag'ri ezilib, zo'rg'a tirikchilik uchun, zo'rg'a biron narsa uchun to'plagan narsani bu yoqda chiroyli tovarlarni chiroyli qilib ko'rsatib turib, o'shani olishlik uchun oldimizga haligi hech yetishib bo'lmaydigan bitta ilgakni qo'yib turib, o'shani orqasidan doim yugurib yuradigan qilib qo'yyapti-da, biz nima qilyapmiz? Kreditga kiryapmiz. Va islomiy banking ekan, bu halol ekan. Orqasida bank sistemasida shunday qo'yilganki, hech qachon pul shunday berilmaydi. Islom emas bu, qarzga berilmaydi u. U foizga beriladi. Bank sistemasini asl tomiri negizi shu. Har qanday operatsiya, har qanday nomlanishdan qat'iy nazar albatta uni foizga beriladi. Xalq nima qiladi desa, keyin o'sha mashinani olish bo'ladimi yoki boshqa hayotidagi kerak bo'lgan o'sha uyini qurishlik ipoteka kreditlari bo'ladimi? Oddiy telefonni olish bo'ladigan bo'lsa, hammasini foizga oladi. Nasiya savdo deb nomlab ham qo'yishdi ularni. Vaholanki u hech qanaqasiga shariatda ko'rsatilgan nasiya savdoga hech qanday aloqasi yo'q. Chiroyli islomiy lafzlar bilan o'ralgan kapitalizm sistemasini oddiy xalqqa kirgizib borishligi va uni qo'li ostida turgan boyliklarni shuni chiroyli qilib turib, biz mana xalqaro bozorga chiqyapmiz deb turib, shunday qo'shqo'llab turib, kapitalistlarning qo'liga berib qo'yishlik bo'lyapti. Bo'layotgan ish shu. Shuning uchun ana shu dunyoga chiqishlik naqasida oldin SSRD loyihasi bilan chiqqan bo'lsa, endi Amerika olib kelyapti. Bo'lib ham Yevropa bilan aloqa qiladimi yoki Xitoy через O'rta Osiyo Yevropaga chiqmoqchi bo'ladimi? Nima bo'lyapti desa, Amerika u tomog'ida uchini ushlab turibdi o'sha yerda. 99 yilga dogovor tuzdi. Ya'ni davlatniki emas, bu yerda xususiy kompaniya turadi deyapti. Ya'ni go'yoki davlat aralashmayapti bu yerda. Davlatga Armanistonda territoriyasidan o'tayotgan bitta yo'l ekan, Armaniston hukumatı bitta xususiy kompaniyani o'sha yerda qo'l qo'ydi, imzoladi. Haligi siyosiy bosim bo'lmayapti, boshqa narsa bunday dunyoga haligi ko'z bo'yamachilik qilib ko'rsatishligi bo'lyapti. Lekin aslida u yerda nima bo'lyapti desa, aslida Amerikani qo'lida turibdi. Bo'lib ham esinglarda bor, Turon birligi, Buyuk Turon degan narsalarni mana endi Armanistonda mana shu Turon birligiga ko'rsatib qo'shishlik bo'lyapti. Ular ham turkiy zaboni, ajoyib masala. Mana shu yerda ko'rinadi. Bu shiorlar, bu loyihalar, bu chiroyli so'zlar hammasi o'ralgan bu yerdagi maqsadlar ketadi. O'shuning uchun axborot vositalarida olib kelinayotgan gaplarni bunday qarayotganda uni mohiyatini topishga harakat qilish kerak. Aytilayotgan so'zlarni chiroyli o'rab qo'ygan bo'lsa, shunaqa ekan deb turmaslik kerak. Vaholanki bu proyektlarda hammasi bizni boyliklarimizni toshib chiqib ketishlik. Bizni o'zimizni pulimizga, bizni o'zimizni jigarimizni ezib, pul qilib ishlatish evaziga. Va ana shu bizdan olib chiqib ketgan, oldin gapirinardi bu narsa. Mana O'zbekistonda o'stirilgan jigar bag'ri ezilib o'stirilgan paxtani Rossiyani Ivanova naqasida ishlab chiqarib turib, uni ko'ynak qilib sotishdi. Ya'ni 12 tingdan to'lab turib, bizga 1 so'm 20 tingdan ko'ynak olib kelardi. Vaholanki o'sha 1 kilo paxtadan 10 ta ko'ynak chiqadi. Nechta pul ishlayapti Rossiya? Shuning uchun biz ajralishimiz kerak. Paxtani biz dunyoga olib chiqadigan bo'lsak, boyib ketamiz deyshadi, lekin olib chiqib ketishlik uchun sen mustaqil bo'lishing kerak haqiqiy ma'noda. Ya'ni soxta gaplar emas. Karimov taxtga kelganda u bizni boyliklarimiz kamida 50 milliondan oshiq aholini hech qanday mehnat qilmasdan bemalol boy yashab yurishlikka yetadi deb aytgan edi. Voqelikda haqiqatan shundaymi? Voqelikda haqiqatan shunday, lekin bu narsani qazib olish, u boylikni ko'paytirishlik, mulkka ega qilishlik, uni taqsimlashlik agarda shariat asosida bo'lmasdan kapitalizm asosida bo'ladigan bo'lsa, qashshoqlikni kutavering. Bo'layotgan ish nima uchun kundan kunga mana aytyapsiz, narxlar ko'tarilyapti, ish topilmayapti, svet tanqisligi, gaz tanqisligi, suv tanqisligi va hokazo nima bo'lyapti desa, mana shu kapitalizm sistemasi. Allohning qahri keladigan narsa bilan o'rtamizda munosabatni quramiz ekan, bu Allohning qahri bu. Biz o'zimizga sirtmoq ilayotgan bo'lyapmiz. Shuning uchun ummat ko'zini ochishi kerak. Nahotki ular belgilab bergan sirtmoqni bo'ynimizga tashab, xuddi shu avvalgi naqalarda aytilgandek hammani
bitta anaqaga yig'ib turib, ertaga hamma o'zini osish kerak desa, bittasi savol tariqasida qo'lini ko'tarib, arqonni o'zimiz bilan olib kelaylikmi yoki davlat beradimi degandek voqelik bo'lyapti. Nima uchun? Avvalgi SSRni qo'ygan xudosizlarni qadriyatlari uchunmi? Lenin tirik, Lenin doimiy yashaydi, Lenin hech qachon o'lmaydi degan ilohiylashtirishgan edi. Yoki bugungi kunda gey paradlari uchunmi? Mana shumi qadriyat? Yo pivoxo'rlikmi? Yoki gender tengligimi? Mana shumi qadriyatlar? Mana shuning uchun o'zimizni bo'ynimizga so'rtmoq tashlashimiz kerakmi? Vaholanki azizlik qayerda yotibdi desa, azizlik islomda yotibdi. Madomiki ummat ko'zini ochib, kapitalizm, sotsializm, demokratiya va hokazo Turon birligi deydimi, boshqa narsalar deydimi, hamma proyektlardan voz kechib, Allohning rasuli olib kelgan proyektga o'tmaguncha u azizlikka erishmaydi. U birovlarni qo'lida qul, xor, och, nohor holatda kun kechiradi. Menga endi ruxsat berasizlar, shundan suhbatimni tugataman. Assalomu alaykum va rahmatullohi barakatuh.